Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugun sizlar bilan rus adabiyotidagi eng kuchli satiriklardan biri Mixail Bulgakovning It yurak qissasi haqida gaplashamiz. It yurak 60 yildan ortiq taqiqda bo'lgan asar. Ushbu qissa 1925-yilda yozilgan, lekin tanqidiy g'oyalari sabab sovet senzurasi tomonidan uzoq yillar nashr etilmagan. Asarning bosh qahramoni professor Filip Filipovich. U Moskvada yashaydi va inson organlari ustida tajribalar olib boradi. Professor bir kuni ko'chada och va abgor holatda qolgan it Sharikni uyiga olib keladi. Unga e'tibor va hurmat ko'rsatib ovqatlantiradi, parvarishlaydi. Biroq professorning niyati yaxshi emas edi. U Sharikni insonga aylantirish uchun dahshatli tajribasini olib borishga qaror qiladi. Sharikning gipofizi va boshqa a'zolari ko'chada o'lgan daydi odamning organlari bilan almashtiriladi. Professor tajribalarni olib borish davomida bu maxluqning yangi ovozi va harakatlari atrofdagilarda hayrat, qo'rquv uyg'otadi. Sharikov odam bo'ladimi?